Mening ismim Merlin. Men shahzoda Arturning xizmatkoriman. Bular kim? Bu shu yurtning shahzodasi bo'ladi. Ha, siz izlagan shahzoda shu. Qanchalar kelishgan, qaniydi shu shahzodaning malikasi bo'lsam. Seni bilmadim dugonajon. Men uyimni sog'indim. Bu yovvoyilarning oldidan ketishni xohlayman. Bu yerlikka o'xshamaysizlar. Yuringlar meni uyimga. Ust-boshingizga boshqa kiyim beraman. Yotishingiz uchun joy beraman. Rahmat sizga, xonim. Avval qorningizni to'ydirib oling, keyin kiyimingizni almashtirib olasiz. Rahmat sizga, xonim. Qornimiz to'ydi. Ha, aytgancha, bu uyda yolg'iz turasizmi? Yo'q, mening o'g'lim bor. U hozir saroyda xizmatkor, ya'ni shahzodaning xizmatkori bo'lib ishlaydi. Ha, demay kelib qoladi, kelsa sizlar bilan tanishtiraman. Oy, o'g'lim keldi o'xshaydi. O'g'li kelishganmikan? Assalomu alaykum. Oyijon, yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Tanish o'g'lim, bular bizning shahrimizga uzoqdan kelgan mehmonlar. Men ularga uyimizdan joy berdim. Salom xonimlar. Xush kelibsizlar bizning uyga. Mening ismim Merlin. Men shahzoda Arturning xizmatkoriman.